Allohim o'zing mehribonsan. Shu ukamizni ham tani jonini sog' qilgin, eson-omon ota-onasini bag'riga kelishlikka muyassar qilgin. To'g'ri, kim nima desa desin, Alloh hammani qalbida ko'rib turibdi, katta ish qilding. Alloh rozi bo'lsin sendan. Farzandlaring orzu havasini ko'rgin, bolali chaqali bo'lgin, dunyo turguncha turgin. Alloh sog' bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Alloh amin. Amin. Allohu akbar. Aka rahmat sizga. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Hozir mana o'zim ham boshqacha emotsiyada man ishonmaysiz xonamga, komnatamga sig'may ketyapman. Sizga ham rahmat. Siz Ko'zda yosh bilan kuzatdik. Oson emas hozir. Akalarga ham gap yo'q. hammaga rahmat. Xalqga, vot meni shu insonni qo'llab turgan, shu insonni qo'llashimga sababchi bo'lgan insonlarni sizlar aka. Men sizlar bo'lmasanglar ko'rmaydim. Hammaga rahmat aytib qo'ymoqchiman. Bir og'iz aka, men sizni to'g'risini aytaman, bir yomon inson deb o'ylab berdim, to'g'risi. Ayollarda endi shunaqa narsa bo'ladi. Siz ham balkim meni shunday yomon ko'rib yurgan bo'lishingiz mumkin. Bir savol bugun gaplashishimiz bugun ekan savob ustida. Da, bir savob ustida ekan. Shu paytgacha men xudoyim bir-birimizga hech to'g'ri qilmagan ekan, mana to'g'ri bo'ldik. Birinchi marta gaplashib narsa qilyapmiz. Aga, krasavchik inson ekansiz. Kim nima aytsin, молодец. Joningiz sog' bo'lsin. Sizga ham rahmat. Men hozir juda bir boshqacha bir emotsiyadaman. Xudo xolasa men o'zimga kelib olay. Gaplashamiz. O'zimga kelib olay. Kelaman aka. Joningiz sog' bo'lsin. Mayli. Xo'p aka, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Bo'pti.